Bugün bize Jack 8 avtomobilini eksperiment etib beramiz. Bu avtomobilimizde özü 1 tonna 840 kilogram yük götürüşü yazılgan. Az biz Abbas Otum'a geldik, gips akardı yükledik. Görsede ötemiz 100 tonna gips akardı yüklengen, 1 tonna gips akardon 20 kilogramdan ziyad çıkar deb turtdular. Eğer ortaça 20 kilogramla hesaplagandan 100 tonnası 2 tonna boladı. Maşinimiz görüp tursular, hali oturuşu 2 tonnada maşina bilinmegen. Eğer de 3 koygan videomuz 10.000 prosmotorda ötse, keyingi sefer Jack 8 avtomobiline 3 tonna yük basıp sizlerce video avzar etip beramiz. Hazır bu narsalarni klientni uyuna alıp barıp taşap beramiz. Yolda yürüyüşlerin işik boladı. Video davamında görüp ötesizler. Yine biz hazır ola oturduk. Maşinin yürüyüşlerini, tartışlarını sizler bilen birlikte görüp ötemiz. Maşinin tartışında muamma bulup duran yok. Prosesin özemiz ve arkada 100 tane gips akardon bağından keyin ve bir ihtiyatkarlık bilan edip turibmiz. Lekin menimcha maşin tartishi zo'r. Shuncha 2 tonna yük bilan ham umuman bir qiynalib ya оборот ko'tarib yotgan yeri yo'q. Ya bo'lmasa, agarda sizlar ham qiziq bo'lgan bo'lsa, biznesmen og'alarimiz kelasizlar, o'zingizning bizneslaringiz bo'lsa, kelib bizdan mashina so'rasangizlar, birga ikkita boramiz. Mashina narsani yuklimizdan o'zingiz haydab ko'rasiz test drive etib. Tortishinchik. Agarda mashina tortishi zo'r, sizga yoqadigan bo'lsa, keyin mashinani to'lab xarid etib olsangiz bo'ladi. Shunday variant ham aytib beramiz. Benzin quydik avtomobilimizga 91 markadagi benzinni soldik. Lekin avtomobilimizga gaz, ya'ni metan, propan ham o'rnatsa bo'ladi. Muammosi tushadi. Benzinda rasxoti 10 litr. Endi shaharni ichida baribir 10 litr narsa ziyodroq yeydi. Avtodan chiqishda arkadagi kuzatvoramiz. Makina turan yo'q. Bildirib, tortishlarni görüp tursular, hozir yurishni klientini olib keldik. Biroz bolalar tushirib turibdi. Hozir video haqqida ustuqalardan ko'rsataman. Bolalar haqida görüp tursular. Mashina o'tishgani qanday? Görüp turalarsın. Bu Jack X2 avtomobilimizni pusu ahvoli. Menimcha görüp o'zingiz kommentariyada izoh qoldiringlar. Qaysi razitsasi bormi ikkisida? Yuk bilan yoki yuksiz? Kommentariya kutamiz. Endi ichki salonlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Görüp turalarsın. Avtomobilimizda ruli gidrolika bo'ladi. Konditsionerlari bor, magnitofonlari bor. 3 odam ham o'rnashib chiqib ketaveradi. 3 o'rindiqli bo'ladi. Xohlasangiz bu narsamiz bar vazifasini ham bajarib beradi sizlarga. 5 skorsli avtomobilimiz. Zaten bilan 6 skorsli bo'ladi. Bu avtomobilimizning narxi 248 milyon 640 ming so'm bo'ladi. Sizlarga kredit grafik qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanib, to'liqroq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Yoki kommentariyaga grafik so'zini yozib qolding.